Instagram akalarim, opalarim, tanajoninglar sog' bo'lsin. Shunchaki yugurib 17 kunda bitta reklama oldik va odamlarga ozginadan bo'lsa ham tarqatdik. Men niyatimga yetdim. Akalar, opalar, ishdan tashqari yugurish ziyon qilmaydi hech kimga. Men hech narsa yomonligim yo'q xalqqa. Ishdan tashqari yugurish trend qilaylik, hammasi semirib ketgan. 30 ga kirmaganlar hammasining qorni bor. Akalar, opalar, meni niyatim faqat yaxshilik. Bitta Samarqandlik akamiz neto'g'ri video chiqaribdi, hamma menga tashlab o'ynayapti. Men xursandman aka. Nimaga desa, siz menga negativ video qildingiz, ochko ishlash uchun. Iltimos o'chiring dedim. O'chirmadingiz, lekin kech paytda telefon qildim, bitta opam kommentda faol edi. Samarqandlik ekan. Shunaqa xursand bo'ldi. Siz meni xafa qilavering. Men xudo xolasa odamlarni xursand qilaveraman. Tanajoninglar sog' bo'lsin. Sport faqat yaxshi. Men ham sizlarga o'xshagan oddiy semirib ketgan bitta dangasa odamman. Xudo xolasa yugurish trend qilsa, kasalliklardan qutulamiz akalar, opalar. Bosamiz, meni niyatim faqat yaxshilik. Ishga chiqayotganda, har bo'shaganda 5-6 mahal 1 minutda vaqtingiz ketadi. Olg'a O'zbekiston. Hammamiz birimiz yugurish trend qilamiz, ehsonlar qilamiz. Faqat yaxshilik. Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa soat 8 larda bitta bosamizda videoni tagidan kim ko'proq komment yozgan bo'lsa aniqlab o'ramiz. Akalar, opalar, men telefon qilaman Instagramdan, Instagraminglarni ochib qo'yinglar. Men videoga olaman, videoga olmay u bu demayman, isbotlashim kerak. Xalqqa ehson haqiqatdan ham tarqatganimizni isbotlashim kerak. Bosamiz gazini jigarlar. Xudo xolasa aktiv bo'lib turamiz. 8 gacha vaqtinglar bor, bosamiz gazini. Kommentda faol bo'lamiz. Immunashi reklama qilganimni kommentga ko'proq yozinglar akalar, opalar. Hammaga omad. 8 da pul tarqatishni boshlaymiz. Instagramdan telefon qilaman. Kim ko'p komment yozgan bo'lsa, 12 ta odamni tanlab 100 ming so'mdan kartasiga tashlab berib bosamiz. Shok Instagram yuguramiz. Assalomu alaykum. Men ismim Rustam Ali. Yoshim 30 da, 12 yildan beri qishloq joylarda yashab kelaman va sartaroshlik bilan shug'ullanaman. Mening maqsadim 2026-yil yugurib gapirishni trendga olib chiqish. Bunga sabab hamma o'tirib g'iybatchi bo'lib ketdi. Tayyor bitta birovning reklamasini yoki videosini olib o'tirib gapiradiganlar ko'payib ketdi. Shuning uchun yugurib gapirish trend qilmoqchiman. Uni orqasidan xudo xolasa 17 kunda birinchi reklamani oldik. O'zimning hunarim borligi uchun reklamadan kelgan pullarni xudo xolasa mana shu obunachilarni o'ziga tarqatmoqchiman. Reklamani qo'ydik. Kecha payt qo'yilgan reklama. Shuni tagiga kim ko'p komment yozsa, xudo xolasa $100 olingan reklama. Obunachilarni 12 tasiga 100 ming so'mdan oz bo'lsa tarqatamiz. Yugurish bo'yicha xudo xolasa trendlar o'rnatamiz. Semizlikka qarshimiz akalar. Bosamiz gazini, o'tirmaymiz, harakatlanamiz. Semirish inson juda zarar hisoblanadi. Bosamiz gazini. Olg'a O'zbekiston, podpiska, like. Reklamani kommentiga ko'proq yozamiz, 100 ming so'mdan yutib olishlar mumkin. Bosamiz gazini. Olg'a O'zbekiston. Uyg'onamiz jigarlar, uyg'onamiz. Xudo xolasa bugun kech payt g'oliblarni aniqlaymiz. Yomon dangasalar ko'payib ketgani uchun men yugurib gapirishni trend qilaman desam, g'iybatchilar yana ko'payyaptiki, kamaygani yo'q. Nima g'iybat qilaverasizlar? Harakatlaninglar, ishdan tashqari yugurish kimga ziyoni bor? Manfaatli video oling, bu narsalar deyapti. Yugurishni manfaati yo'qmi? O'tirib gap sotishni manfaati bormi? Akalar, opalar, ozgina harakat qilsanglar, xudo xolasa prosta komment yozib 100 mingdan olishinglar mumkin. Bugun juma, kech payt xudo xolasa 12 ming adashib ketdim. 12 ta odamga 100 ming so'mdan pul tarqatamiz. 13-kuni yugurib gapirish trend qilamiz deganimga hozir 16-17 kunda bitta reklama oldik. Mana shuni pulni o'zingizlarga tarqatib beraman. Xudo xolasa meni ishim bor, 1-200 ming bo'lsa ham har kuni topaman. Короче, reklamani puli faqat xalqning o'ziga. Aktiv bo'lamiz, kech payt 12 ta odamga 100 mingdan tarqatamiz. Olg'a O'zbekiston, yugurish trend qilamiz.
Uxlamaymiz, turamiz. Yoki Instagram birinchi reklamani qo'ydik, aktiv bo'lamiz, like bosib ko'pchilikka tarqatamiz. Xudo xolasa ertaga juma kuni kech payt 12 ta odamga 100 ming so'mdan pulni tarqatamiz. $100 olingan reklama hammasi o'zingizlar uchun. Bosamizga aktiv bo'lamiz. Bosamiz O'zbekiston. Bugun Instagram oshxonani bombasini topib qo'ydim. Toshkentga ketayotganlar yo'l-yo'lakay kirib ketasizlar. Xudo xolasa vodiydagi akalarga tavsiya qilaman. Holva restorani sifat bo'yicha, narx bo'yicha xudo xolasa cho'tki narxlar qilib beradi. Mana shu videoni tagiga kommentariyasiga faol bo'lamiz. Xudo xolasa kommentariyadan 12 ta odamga 100 ming so'mdan pullar tarqatamiz. Bu reklamani oqlashimiz kerak. Xudo xolasa reklamani pulini obunachilarimizga shunday tarqataveramiz. Aktiv bo'lamiz, bosamiz gazini. Batafsil ma'lumotni video davomida olasizlar. Bosamiz O'zbekiston. Yarim kilo osh damlab beriladi va narxini video davomida aytib o'taman. Assalomu alaykum, Chayxona Halva restorani ishladi. Yarim kilo zakaz osh qilib olamizmi do'stlar? Bizda nafaqat yarim kilo, 500 grammdan boshlab 500 kilogacha osh damlab beramiz forumda. Qanaqa guruchda damlanadi Chayxona Halvada? Uchonqura guruch, noyob guruch. Bunisi Xorazmlardan, eski sho'li, qora qiltirib, devzira deydi buni. O'zimiz o'zbegim guruch. Aytgan yarim kilolik oshimiz tayyor. Forumimiz buzyaptilar, xudo xolisa hozir tovoqqa solib ko'rsatamiz. Narxi atiga 175 ming so'm, manzil esa Uyg'on Instagram reklamani shartlarini aytdim akalar. Xudo xolasa kech payt 5 ga kutib turasizlar, kommentiga kirib turib chiroyli so'zlardan yozasizlar. Kim ko'p komment yozgan bo'lsa, xudo xolasa 12 tasini tanlab turib, har bittasiga 100 ming so'mdan tashlab beraman. Akalar 100 ming so'm pulma, bu deyishinglar mumkin. Kerak bo'lsa hozir sezon o'lgan akalar. 100 mingga ertalabdan kechgacha ishlayapman. Ertalabdan kechgacha shunaqa kunlar bo'lyapti akalar. 100 ming so'm shunchaki gazingizgami, svetingizgami, kartingizga tashlab beraman. Xudo xolasa kech payt reklamani qo'yamiz. Reklamani kommentiga kirib, qo'ldan kelgancha ko'proq yozishga harakat qilamiz. Kim ko'p komment yozgan bo'lsa, do'stlaringizga jo'natasiz. 100 tami, 200 tami, 1000 tami do'stingizga jo'natasiz. Faol bo'lasiz, xudo xolasa 100 ming so'm shunchaki faol bo'lganingiz hisobiga. Haqiqiy obunachilarim qolgan meni. 14-kuni bitta video reykka chiqqan. Bu paytda 40 ming, 50 ming bo'lyapti. Hozir 10 ming, 15 ming prosmotr bo'lyapti. Xudo xolasa bosamiz gamizni hammamiz birimiz. Bu boshlanish akalar. Xudo xolasa 10 ming dollarlik reklamalar olib hammasini eson qilamiz. Xudo xolasa niyatimiz faqat yaxshilik. Semizlikka qarshimiz, bosamiz O'zbekiston, hammamiz birimiz. Uyg'on O'zbekiston shok yangilik akalar. Xudo xolasa reklamani birinchisini oldik. Niyatlarimga yetyapman. Oddiy qishloqda yashaydigan 20 ming so'mdan soch oladigan bola yugurib trendlar olamiz. Semizlikka qarshimiz. Birinchi reklamani oldik jigarlar. Korotchi eson qilamiz. Juma kunlikda kech payt men reklamani qo'yaman, aktivni portlatamiz. 20 ming ta obunachiga $100 ancha muncha odam reklama bermaydi, lekin aka shunaqa holat. Umrimda men katta ehson qilmaganman, qilgan bo'lishi mumkin 100 ming, 200 ming. Sen uka ehsoningizga sherik bo'laman dedi aka. Xudo xolasa yorib tashlaymiz reklamani. Sizlarga oz tuyishi mumkin, lekin 12 ta odamga kartasiga 100 ming so'mdan tarqatib qo'yamiz. Kech payt reklamani qo'yaman, aktiv bo'lamiz jigarlar. Rasa trendga chiqayotgan paytda 400 ming, 500 mingga reklama beramiz deyishga. Akam hozir haqiqiy muxlislarim qolgan paytda $100 beraman chin yuradi. Tarqating 12 ta odamga. Juma kunlikda ehson bo'ladi dedi. Bosamiz gazini, aktiv bo'lamiz. Kim reklama bergan bo'lishi mumkin. Bosamiz jigarlar, kech payt reklamani qo'yaman. Kommentariyasida 12 ta odamga 100 ming so'mdan kartasiga yoki plastiki nimasiga bo'lsa tashlab beramiz. Olg'a O'zbekiston, bosamiz gazini. Kim bo'lishi mumkin $100 ga 20 ming ta obunachiga ehsonga sherik bo'layotgan katta xoyimiz. Bosamiz gazini. Bu hali boshlanishi. Yugurib trendlar olamiz. Hammamiz biz O'zbekiston. Shok Instagram yugurish trend qilamiz. Bitta narsa doim meni o'ylantiradi. Butun O'zbekiston xalqiga murojaat. Nima uchun doim katta blogerlar ham yo real yo Barsani kuzatadi. Bu aktiv zo'r bo'lgani uchun kuzatamikan? Yo prosta boshqa ishi yo'q bo'lgani uchunmi? Qilinglar, fanatlik qilinglar, O'zbekistonga fanatlik qilinglar akida. Men Elmurod Xonazarga vashi maza qilaman. Ikkita obrazda bittasida Barsa, bittasida Real.
u yutsa bunga fanatlik qilib maza qilib o'tiraveradi. U yutsa bitta Tohirovning ikkita videosini ko'rdim. Bugun shunaqa gapiryapti endi. Xuddi boshqa g'am yo'qdi. Bitta savolda, shu trend bo'lgani uchun ko'pchilik muhokama qilgani uchun qilarmikin shu narsani? Yo'q, ya'ni qiziqarmikin. Eng qizig'i ularda 2 million 3 million auditoriyasi bor. Bir tiyinlik foydasi yo'qligini bilib turib qilishadi shu narsa. Bosamiz. Real Barsada aktiv borlik uchun qilasizlarmi akalar? Shu blogerlarga tashlab qo'yinglar, yo shuni qiziqasizlarmi? O'zbekistonni podeshka qilaylik, bosamiz gazim. Yugurish trend qilaylik, yugurishni, u fanatizm qaydan chiqqanini bilamiz-ku. Elmurod aka bilan Tohirovga tashlab qo'yamiz.